Tepaga multfilmidagi asosiy qahramon Karl uzoq yillar davomida ichki dunyosi bilan kurashayotgan, o'zining ichki xotiralari bilan yashaydigan inson. Uning hikoyasi sevimli rafiqasi Ellining o'limidan keyin boshdan kechirgan iztiroblari va ularning o'tmishiga bo'lgan bog'lanishi orqali psixologik travmalar va ularni yengish jarayonini ko'rsatadi. Filmdagi boshlang'ich sahnalar, ayniqsa Ellining o'limidan so'ng Karlning hozirgi zamonda qanday yashayotgani kuchli psixologik izni aks ettiradi. U o'zining o'tmishi bilan bog'langan har bir narsa, har bir joy unga o'sha bir necha baxtli yilni eslatadi. Psixologiyada buni nostalgiya deb atashadi. Bu o'tmishga bo'lgan ortiqcha bog'lanishning salbiy jihatidir. O'tmishdagi baxtni xotiralar orqali qayta boshdan kechirish hozirgi vaqtga nisbatan diskomfort tug'diradi va ruhiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Karlning Ellini yo'qotganidan keyingi hissiyotlari ko'pincha qayg'u, g'amkinlik va yolg'izlikdan iborat. U hammasini qayta boshlashga tayyor emas va uning uyi barcha eski xotiralar bilan unga nafaqat qulaylik, balki iztirob ham olib keladi. Bu aslida psixologik travmaning bir turi. Yo'qotilgan narsalar bilan yashash va ularni qaytarish istagi. Karlning qarshilik ko'rsatishi bu tabiiy reaksiyadir. Ko'pincha odamlar travmadan qochishga harakat qiladi, ularni yuzaga chiqishidan oldin yashirib qo'yadi. Ammo syujet davomida bir o'zgarish bo'ladi. Karlning hayotidagi yangi sarguzasht, Rasselning kutilmagan tashrifi va u bilan bo'lgan do'stlik o'zgarishlarga sababchi bo'ladi. Bu transformatsiya jarayonining boshlanishi. Bolakay bilan tanishuv Karlning ichki dunyosida yangi joylar ochadi. Psixologik tahlilda bu reintegratsiya yoki yangi bosqichga o'tish sifatida tushuniladi. Biror kishining hayotida yangi odamlarning yoki tajribalarning kirib kelishi o'zini qayta topishga yordam beradi. Filmdagi oxirgi sahnalar shuni ko'rsatadiki, Karl nihoyat o'tmish bilan vidolashadi va yangi kelajakni qabul qilishga tayyor bo'ladi. Bu o'zgarish nafaqat uyingizni yuqoriga ko'tarish, balki ichki dunyoni ham yangi perspektivaga o'zgartirishni anglatadi. Psixologik nuqtai nazardan bu qayta tiklanish, yangi imkoniyatlarga ochilish va o'zlikni qayta topish jarayonidir. Tepaga multfilmi shuningdek hayotdagi o'zgarishlar va yangi startlarning psixologik ahamiyatini o'rganadi. Bu film insonning o'zini tushunishi va o'tmishdagi travmalarini yengib o'tib, yangi imkoniyatlarni ko'ra olish zarurligini ko'rsatadi.